aytganimni qilmadingiz-da, shunaqa bo'ldingiz. Opingiz keldi. Ana stol tomat eri bilan pochchangiz ham chetdalar. Qaramay. Bizani stolga kelib o'tirib olishmasin yana. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Shu yerda aytishadimi? Qani, kelishdimi? O'zi opamni tug'ilgan kunlari bo'lgani uchun chaqirganman. Shodda terrasada 6-stol tomizdirdi. Assalomu alaykum. Pochcha, sezmay kelganingizni. Keling, o'tiring. Assalomu alaykum. Nimadir zakaz qilasizlarmi? Yo'q, ketavering. Keyinroq o'zimiz chaqiramiz. Bunaqa joylar ko'rmaganlar bor. Tojimni. Bekor ovora bo'lib chaqiribsan-da. Qancha bo'ldi o'zi o'tirmaganimizga? Shu bir bahona topib ko'rishmas. Yaqinda opangizdan eshitib qoldim, sal ishingiz orqaga ketibdi. Bu hech xijolat bo'lmang. Yigit kishini omadimi o'ynash bo'lmaydi. Oqni qaran tanib olasiz. Biz ham o'tgan rosa qiynalib turganimizda mana jigarlarimiz akam Amerikada edi. Yordam qilib mana bizneslarimiz oyoqqa turishiga yordam beruvdi. Ancha tiklanib oldik. Ha, aytgan chiqaring. Hech siqilmang. So'rashga xijolat bo'lmang. Men bu arzimasa ham bir 5 ming olib keldim. Ishingizni davom ettiring, yaxshi bo'lib ketadi xudo xolasa. Ukam, pochchang tug'ilgan kunimga mashina padarka qiluvdilar. Jip bo'lganiga menga kattalik qilyapti. Shuni bular bilan kelishgan holatda sen haydab tursang, keyin ishlaring yurishib ketganda menga boshqa olib berasan. O'zingiz minivering, pochcham sizga olib berganlar-ku. Voy opajonim, bilasizmi, o'zi kelin bo'lib tushganimdan beri hammaga sizni yaxshilab yuraman. Kash tug'ilgan kunlaringiz bilan o'zim особенно tabriklamoqchi edim. Sovg'a salom olgani do'konda to'xtang desam, bular to'xtamay tez o'tib ketdilar-da. Yaxshimisiz, pochcha? Voy ofitsiant, tezroq kelmaysizmi? Opajon betdi salatlarini etmaysizmi? Xil o'zi ham juda ko'p. Pochchajon, voy go'shtlari, ovqatlari shunaqa ozizda eriydi. Voy kelib qolmaysizmi? Mehmonlarimiz kutib qolishdi. Voy, keling, hech narsa zakaz qilib ovora bo'lmang. Biz kelib ko'rmagan joylarimiz bo'lganga yangi hovliga ko'chadiganmiz. O'tinglar, mehmon aytib qo'yganmiz, Turaqol. Pochcha, birga ovqatlanamizmi deyapti. Boshqa safar. Voy, o'tirsanglar ham bo'lardi, opajon. Sani shu xarakteringni deb opam bilan bordi keldimiz uzilib qolardi. Chiqachon odamni usti boshiga, yurish-turishiga qarab baho berma. Qattan bilib, bilmayman-da, kechiring.